Venesuelada 24-iyun kuni kechqurun o'ta kuchli zilzilalar sodir bo'ldi. AQSh geologiya xizmatiga ko'ra, poytaxt Karakas g'arbida 7.2 va 7.5 magnitudali ikkita kuchli zilzila qayd etilgan. Ikkinchi zilzila birinchisidan 1 daqiqa o'tmasdan yuz bergan. Hodisa oqibatida ko'plab binolar qulagan. BBCning yozishicha, dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, zilzila qurbonlari 10 mingdan 100 ming kishigacha yetishi mumkin. Rasmiylar esa hozircha qurbonlarning soni haqida ma'lumot bergani yo'q. Venesuela prezidenti vazifasini bajaruvchi Delsi Rodriguez mamlakatda favqulodda holat rejimi joriy etilganini ma'lum qildi. U shuningdek, zilzila oqibatida yetkazilgan zarar tufayli Karakas xalqaro aeroporti yopilganini aytdi. Zilzila butun mamlakat bo'ylab, xususan Yaracuy, Lara, Merida, Aragua, Carabobo, La Guaira va Miranda shtatlarida hamda poytaxt okrugida sezilgan. Hozirgacha vayronalar ostida 18 kishi qutqarilgan. Ayni paytda 500 dan ortiq qutqaruvchilar aholini evakuatsiya qilish ustida ishlamoqda.